Mini traktorimizga ahamiyat berasizlar akalar. Orqalari mana shuni enshalari elektronli qilib ishlangan. Bemalol ko'tarib, tushirib foydalanishlaringiz mumkin. Ko'pchilik obunachilarimiz mana shunaqa turbalonli mini traktorlarga qanday agregatlaring bor deb so'ragan akalarimiz uchun yangi partiyada selka apparatlarimizdan olib kelib qo'ydik. Bu selka apparatimiz hozirgi paytda razmerga o'zgaradigan va xohlagan razmeringizda 60, 70, 90 razmerlarga bu yerda o'zidan o'zgartirishlaringiz mumkin va selka apparatini o'zini ham bemalol mana shunday lapkalarini uzoqroq va yaqinroq masofaga chiqarib foydalanishlaringiz mumkin. Hozirgi paytda aytib o'tganimdek, mana shunday turbalonli mini traktorlar uchun va boshqa turdagi motobloklar uchun mana shunday komplekt holatda selka apparatlarimiz va undan tashqari e'tibor berishlaringiz mumkin pluglari, universalli pluglari, kartoshka kavlaydigan kapatillari, temir g'ildiraklar va kultivatsiya qilish uchun o'zini mana shunday agregatlari bilan bemalol kelib xohlasangiz komplekt holatida, xohlasangiz motobloklarni o'zini ham sotib olishlaringiz mumkin. Hozirgi paytda bunaqa komplektlar necha pulga tushadi deb so'ragan akalarimiz uchun bunaqa komplektlarni hozirgi paytda bu mini traktorimizni komplektiga frezalari, pluglari va garantiyalari bilan birgalikda narxi $1800 dan boshlab $2700 gacha komplekt holatda tayyorlab beramiz. Buni narxlarini o'zgarishligini sababi kelib mana shunday agregatlari bilan sotib oladigan bo'lsangiz, narxlarini plus minusi bo'ladi, kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Bugungi video obzorimizda nima demoqchimiz? Mana shunday mini traktori bor akalarimizdan mana shunday agregat qidirib yurgan bo'lsalaringiz, ekranga nomer qoldiryapman, aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Orqasini o'zini ham komplekt holatda sotamiz. Narx-navolari hozirgi paytda 2 milliondan boshlab 3,5 million so'mgacha komplekt holatda tayyorlab bera olamiz. Hozirgi kunda bu selka apparatlarimizni bemalol mana shu yerda o'zidan ligirovka qilib, ichki tomonlariga ahamiyat berasizlar. Urug'larda toraytirib, kengaytirib, har xil razmerlarga ekishlaringiz ham mumkin va dorilarni solish uchun ham foydalanishlaringiz mumkin. Bu agregatimiz barcha turdagi mana shunday 4 balonli, 2 balonli va 3 balonli mini traktorlarga ham bemalol tushadi. Bundan tashqari hozirgi paytda mana shunday 4 balonli mini traktorni komplekt holatda sotib olaman degan akalarimiz uchun bu mini traktorimizni quvvati 20 ot kuchli varianti. Shunisiga ahamiyat berasizlar. Bizning do'konlarimizda bu mini traktorimizni 18 talik, 20 talik, 25, 30 ot kuchli variantlari sotuvda bor. Bu mini traktorimizning motor qismlari yoqilg'i o'tiri salarkali bo'ladi. 195 motorlari bilan, eng katta salarkali motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Bu motoblogimizni bu mini traktorimizni e'tibor beringlar, rollari gidravlikali bo'ladi, elektronli variantida. Mana shu yerda o'zidan bemalol torroq joylarda ham burilish imkoniyatlaringiz bor. Rollari o'ng tomon, chap tomonga bemalol buriladi, starter kalitda yuradi. Bu mini traktorimizda akkumulyatorlari katta akkumulyatorlardan qo'yilgan, mashina akkumulyatorlardan va boshqarish uchun juda ham qulay akalar. E'tibor berishlaringiz mumkin. Yosh katta otaxonlar va undan tashqari yosh katta odamlar ham, yoshlar ham bemalol olib foydalanishlaringiz mumkin. Bu mini traktorimizni soatiga 700 grammdan 1 litrgacha salarga rasxod qiladi. E'tibor berishlaringiz mumkin. Korobka qismlarini ham tanishtirib o'tib ketamiz. Korobka qismlari ham e'tibor beringlar. Mos qismlari katta moslardan qo'yilgan. Korobkalari 750 talik korobkadan ikkita qo'yilgan. Bu degani 4 tadan skorisi bor. Oldini o'zi ham tortadi, orqani o'zi ham tortadi. Bu degani 4x4 bo'ladi akalar. 4 balonni bir vaqtda o'zida ham ishlatishlaringiz mumkin. Skorislari ham juda ham qulay skorislardan qo'yilgan. Bemalol skorisga urib foydalanishlaringiz mumkin. Yurgizishlari ham xohlasangiz zavodda yurgizasiz, xohlasangiz starter orqali kalitda yurgizasiz. Bu anchagina sizga qulaylik beradi. Va bu mini traktorlarimizni aslamli qayerlarga qarab olish kerak? Aslamli reduktor qismiga akalar. Korobka qismi hozirgi paytda 450, 550, 650 va mana shunday 750 talik katta korobkali variantlaridan olishlaringizni tavsiya beramiz.
Nima uchun deydigan bo'lsangiz, to'ralab olib tortganning hisobiga ichki tomon shesterni o'qlari, bloklari eng baquvvatidan 750 talik korobkaligidan oladigan bo'lsangiz, sizga ko'proq xizmat qilib bera oladi. Xo'p, bu mini traktorimizning rollarini aytib o'tganim elektronniy bo'ladi. Oldiga, orqaga bemalol yuradi. Panijni, pavisheni hamma skorusi bor. Aytib o'tganimda, skoruslarni qo'shdim, oldiga va orqaga mana shu bitta knopkani o'zida qo'shib, ajratib ishlatsangiz bo'ladi. Bu mini traktorimizning hozirgi paytda enshalarini aytib o'tganimda elektronniy varianti bemalol bitta knopkani o'zida ko'tarib, tushirib ishlatsangiz bo'ladi. Bu yerlarning ichida orqasiga plug uladigan bo'lsangiz ham pluglarni o'zingiz xohlagan razmerda yerlarda chuqurlikda bemalol 25 sm dan 40 sm gacha yerlarda plug qilishdan ham foydalanishlaringiz mumkin. Xo'p, bu komplektimizda tanishtirib o'tdik akalar. Kimga mana shu turdagi mini traktorlar va motobloklar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranga nomer qoldirganmiz. Aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Narx-navolarni aytib o'tganimdek, bizning do'konimizda assortiment juda ham ko'p akalar. 18-60 dan boshlab 25-60 gacha bu mini traktorlarimizdan bizning do'konlarimizdan sotib olishlaringiz mumkin. Mana shunga agregatlar kerak bo'ladigan bo'lsa ham, agregatlarimizdan sotuvda bor. Ekranga nomer qoldirganmiz. Aloqaga chiqinglar. Bu komplektimizni ishlash jarayonini so'ragan akalarimiz uchun kommentariyalarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Bu serka apparatlarimiz va bu agregatlarimizni ishlash jarayonini ko'rmoqchi bo'lsalaringiz, mana shu videoni kommentariyasiga mini traktor deb yozib qoldiringlar. Biz sizlar uchun bu mini traktorimizni ishlash jarayonlarigacha qo'yib ko'rsatib beramiz. Bizning manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i agroservis do'koni. Mana shu turdagi texnikalarda optim baza skladi bo'ladi akalar. Aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Bizda faqat naqd pulga savdo qilinadi. Kesalaringiz kelishtirib, arzon narxlarda qilib beramiz akalar. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bundan keyingi yangiliklarda bu mini traktorda ishlash jarayonlari va yangi partiya yetib kelgan motobloklarimizni to'liq obzorlarini kuzatib borishlaringiz mumkin. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib, like tugmasini bosishni unutmanglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.